Assalomu alaykum obunachilar. Yana men Rahmonov Mashrabboyman. Green Life to'g'risida yana ma'lumot to'liqroq berish uchun yana video o'qimoqchi bo'ldim. Green Life o'zi qanaqa bo'ladi? Nima qilish kerak? Qanday boshlash kerak degan savollarga javob berib o'taman. Green Life bu 1717 mingdan oshiq mahsuloti bor. Mahsulotlari juda yaxshi. Bunga a'zo bo'lish ofisda a'zo bo'linadi. O'zini ofislari bor. Men Andijon viloyatidanman. Iloji bo'lsa Andijon viloyatidagilar aloqaga chiqsa bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'yicha ham aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bu yerda bizni Andijon bo'yicha ham, boshqa viloyatlar bo'yicha ham o'zlarining ofislari bor. Albatta. Telegram kanallari, YouTube'dan istadim. Bunga men boshida shubhalandim. Hamma yoqdan istab, bilib, oxirigacha yetib bo'ladimi bu? Qanaqa bu? Diniy tomonlama qanaqa? Hamma yo'g'ini surishtirib, keyin men o'zim a'zo bo'ldim. Mana ID login sizlarga tushuntirmoqchi bo'lganim mana. Birinchi shaxsiy ID beradi. Har oy PV yig'ish faol bo'ladi. Hamkorlar uchun 50% chegirma. Hujjatlarni tasdiqlanadi albatta. PV ballar har bir mahsulotga ishlatsanglar bo'ladi. Keyin oylik cashbacklar tushib turadi bu yerda. Sizlar uchun. Bu Andijon filialidagi rasmlar Telegram kanalda. Bu Oltinko'lga ochilgan yangi ofis. Nima demoqchiman? O'zinglar uchun qo'shimcha biznes. Ziyoni yo'q biznes. O'ta xavfsizroq bo'lgan bizneslardan bittasi. Pulinglar havoga uchib ketmaydi, yo'q bo'lib ketmaydi. Sizlarga a'zo bo'lganinglarda albatta o'zini sovg'alari bor, o'zini mahsulotlarini beradi. Mana misol shu narsasi o'ta zo'r narsa ekan. Har tomonlama omega 3 deb ichida juda ko'p vitaminlar bor ekan. Odamga umuman ziyoni yo'q. Men mana shundan ichib kelyapman shu paytgacha. Bel og'rig'i, bo'g'inlar og'rig'i, oshqozon yarasi, zarda, o'ta ko'p narsa. Bir 10-15 xil narsaga foyda ekan. Men ichib o'zim foydasini bilib turib keyin sizlarga aytyapman. O'zim tajribamdan o'tkazib keyin sizlarga ulashyapman. Yana sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim. Xo'p. Yana sizlarga ko'p narsalarni aytishim kerak. Video cho'zilib ketyapti. Keyin mana bunaqa Revmatizm har xil taksillar, og'riqlar, shamollashlarni chiqarib beradigan mana shunaqa plasterimiz keldi. Bu xullas gapni cho'zmayman. A'zo bo'lsanglar bo'ladi. A'zo bo'lish uchun albatta menga bog'lansanglar, men yana ham to'liqroq ma'lumot beraman sizlarga. Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, qanchada foyda, 1 oyda foydaga kirasizlar. 1 oyda. Uni uyog'iga foydalar oshib boraveradi. Shunisi yaxshi. Men o'zim sinab turib 1 oy. Keyin sizlarga yozyapman. Men 1.200.000 mingga a'zo bo'ldim. 1.800.000 ming oylik tushdi. Lekin hech nima qilmadim. Lekin qilsam bo'lardi ekan. Bir oyni men zoya ketkizdim hozir. Men shu mahsulotlarini olib kelib, qo'ni-qo'shnimga aytib yoki tanishlarimga, qarindoshlarimga aytib, yayganimda o'shalarga ma'lumotni to'liqroq berganimda o'zim ustimda ishlab, men ancha foydada bo'lardim. 5 million, 6 million bemalol ishlasam bo'lardi. Endi bildim buni ham. Shuning uchun oldindan o'rganish kerak ekan, bilish kerak ekan. O'zingizlarni ustingizlarda ozgina ishlasanglar yetar ekan. Pulinglarga ham kuymaysizlar, vaqtinglarga ham achinmaysizlar. Bo'pti, sog' bo'lasizlar. Video ham cho'zilib ketdi.
qiziqtirgan savolinglar bo'lsa, albatta nomer qoldiraman. Shu nomerga bog'lanib, xohlagan savolinglarga javob berishga harakat qilamiz. Albatta kanalga obuna bo'lib, bizni kuzatib turinglar. Yana video chiqaraman, xudo xolasa. Yana ham to'liqroq, tushunarliroq qilib video joylayman kanalga.